Mana shu yerga Alekseyevich sortini ekkanmiz. Mana shu yer 100 gektar. 100 gektar. Bunisi esa Bizos'ta 100 100 gektar. Alekseyevich sortini ko'rsatyapmiz. Super elita sorti. Super elita sorti. O'rtacha hosildorlik 80 sentr. Mana ko'ryapsiz. 80 sentr. 76-75 bo'lsa ham bizni qoniqtirmaydi. Mana Bizos'ta 100. Mana. Bu ham xuddi shunday. Mana boshqalarning kattaligini ko'ryapsiz. Tixan sortini ko'ramiz. Bu yerda ham 100 gektar, jami 200 gektar joy. Mana bu yerda 200 gektar. Mana shu atrofda 400 gektar bitta katta maydonimiz bo'lib ekkanmiz. Tixan mana Ranya deydi. Mana ko'ryapsiz. Bu ham o'rtacha hosildorlik 80 sentr. Super elita sortini ekkanmiz.